Assalomu alaykum barcha futbol muxlislariga. Mana bugun biz Eshmedamiz. Kecha Eshme qishlog'i e'lon bergan edi. Bugun chempionatda birinchi joyda olgani uchun finalga katta to'y beryapti. Hammalaringizni to'yga taklif qilib qolamiz. Hay video to'ydan keyin chiqadi-yu. Videoni like bosib, videoni oxirigacha kuzatingizlar. Eshme komandasini yana bir o'z nomidan, qolaversa Malay qishlog'i nomidan tabriklayman. Har doim chempion bo'lib yura bersinlar. Dastoyni chempionlikka yetib keldilar. Sog' bo'linglar. Videoni oxirigacha. Falan yaxshimi do'stlar? Baba yaxshimi do'stlar? To'ylariniz qulli bo'lsin. Olay bo'lsin. Alloh duo qilaman. Duo qulluq qilsin. Amin. Alloh qulluq qilsin. Shu har yili shu Eshma ahli, shu Eshma komandasi har yili chempion bo'lsin. Shu futbol deganda nima tushunish mumkin? Futbol tinchlikka, poklikka, insoniylikka, mehr-muruvvatga, vatanparvarlikka, birlikka, tinchlikka va do'stlikka chaqiradi. Shuning uchun hamma komandalar bilan shu Eshma ahli, Eshma komandasi do'st bo'lib qolishimiz kerak. Shu bir qisqacha bir she'r aytmoqchiman. Futbol o'ynash kerak or uchun, har futbol uchun. Chunki har futbolchining futbolga bitsasi bor uchun. Mahramat stadion futbol uchun, varatachi gol uchun, sudya vinovat emas. Buning uchun trenirovka, taktika, trener kerak futbol uchun. Chempionlik Eshme komandasi uchun. Duo qilingizlar. Har yili shu Eshme komandasi chempion bo'lsin. Topqanlarini to'yga bersin. Diydor g'animat to'ylarda diydor ko'rishni ilohim hammamizga nasib ham bo'lsin. Allohu akbar. Mana bir itok haqida ma'lumot berib bering. Mana bu yilgi sezonda bizning Eshme futbol komandasi yaxshi tayyorlandi, yoshlar. Buna natijada Sabzarda aldık birinchi joyni. O yerda ham chempion bo'ldik. O yerda ham ana 32 komanda edi. Mana keyin loyihada LKS nomli chempionatda buni oldik. Mana shuning natijasida buna o'zimizning bu yerdagi do'stlik ligasida o'yin ketyapti. Bunda ham polfinaldamiz. Ay xudo xolisa bu ham harakat qilamiz. Mana shu Laqaylar chempionatining natijasi chempion bo'ldik. Mana bugun shu yerda futbol to'y o'tkazyapmiz va to'yga kelingizlar hammalarimiz. Yana bir qiziq ma'lumot, Eshme qishlog'i birinchi marta chempionatda olyapti. To'g'ri. Tabrik, yana davomiy bo'lsin. Mayli, bundan davom bo'ladi degan umiddamiz. Yoshlar shu yo'lda yana ish olib boryapti. Sog' bo'ling. Sovuq bo'lyapti. Ata şahına. Ha, ekonomi. Ata şahına. Ekonomi. Siyahta bak değil mi? Bahram attı. Attı. O ne mi? Bahram. Aldığına karaba atır, navbetle kelisi. Bima
Kasukiya, Sudiya. Himalaya usta bu kız dar treza söz mekat koyonda. Ki bu nomi Halil bu çibliya usta bu dar treza çuyi mekat. Ayla to ki megzaşti bacha söz ese. Bacha ham taşkil kerge Himalaya. Salay sal. Birinci sala. Aşağı mergi. Sroş bir yakına başını kaldırın nereye? Her tarafı araştırıp getiriyor.